Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun 26-sentyabr 2024-yil navbatdagi New Star mototsiklimizni o'z egasiga topshiryapmiz. Tak, mototsiklimizni modeli Gigant deb atadik. Bu modelni Jizzax viloyati Sharob Rashidov tumaniga ketyapti. Bu mototsiklimiz buyurtma asosida bo'ldi. Mototsiklimizni obzorini bir qilib o'tamiz. Mototsiklimizni ramasi mana 5 ga 8 usulli qo'sh rama. Radiator katta radiator, vilka 60 talik. Tak, faramiz katta faradan iborat. Bakimiz 16 litr. Motorimiz 300 talik suvli motor. Orqa bortiga keladigan bo'lsak, orqa bortimiz 2,5 ga 1,5. Ichini balandligi 1 metr. Mana borti o'zgacha. Samosoval ko'targanda mana bu orqa bort o'zi ochiladi avtomatik. Qo'sh balon, silovoy silindr, zapaska balonlar bilan jihozlangan. Mana bu gidravlitskiy silovoy silindrni ham bir ko'rib o'tinglar. Tak, bortni tushiramiz. Bortni tushirganda orqasiga ahamiyat beringlar, orqasida o'zi yopiladi. Kimda kim shu mototsikilimizdan buyurtma beradigan bo'lsa, telefon nomerlarini tagida qoldiramiz. Mana egasi oluvchimiz Nuriddinov Hamidulla. Hamidulla aka, sizga yoqdimi? Yoqdi. Yaxshi. Qanaqa bir ma'lumot bersangiz? Yaxshi, mototsikldan ko'ngil to'q. Qulay, narxlari qulaymi? Juda ham qulay narxlar. O'zingizga ma'qul bo'ldi. Ma'qul. Tagidan shamollab o'tsam, Katta rahmat. orqasidan million pul toping.